kanalimizga yangilikni qo'yishni boshladi. Bilasizlar, men sizlarga doim xalqimiz uchun bomba yangilik YouTube'da qo'yaman. Eng qizig'i bilasizlar, qarang, kinyoshkalarga yangilari chiqdi. Rangini qarang, buni rangini. Buni akkumulyatori 32 dan 6 ta to'liq zaryadda 70-80 kilometr bemalol yuradi. Vodiy ichida dastavkalarimiz bor, skidkalarni bombasi menda bilasizlar. Nomer 1. Mana birovlar ko'chalarda bas bizniki haqiqiy bodo magazin importasi. Qo'shlarniki fioletisi ham bor. Fioletisi вообще ajoyib ishlangan buni. Eng qizig'i bilasizlar, buni kimlar mingan reklamalarda вообще endi aytsam bo'lmaydi, kommentariyada yozib qo'yasizlar, kim minganini o'shanda nima qilamiz. Bularga narxiga kelsak juda ham arzon, juda ham arzon. Buni narxiga 4 ta marojna olsangiz ham bo'laveradi. 4 ta konkretniy marojnani olsangiz bo'laveradi. $950 qilib beramiz. $950 dastavkasi bilan. Agar o'zimiz dastavka qilib olamiz, $50 skidkada. Bilasizlar, men nomer alayman baribir. Mana Yusufxon menga avtomobildan olib chiqib qo'yganman yana bitta. Qizig'i, eng qizig'i buni narxini tushirib qo'ydim. $1500 qilib qo'ydim. Kimga shunday videolarimiz yoqib turgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. 1 tonnalisizlar, 1,5 tonnalisizlar, moshqachalarsizlar bizga o'chiraverasizlar. Ekranlarda nomerlarimiz bo'ladi. YouTube kanalimizga shuni o'tib obuna qo'yasizlar. Men to'xtamayman, yangilik qo'shdim. Qo'qon shaharda ichida Dang'aradan kirib kelishingizda shahar ichida Bobo magazin. Lokatsiyasi Marvaridning oldida eng katta Bobo magazin. Mana shu Qo'qonda eng nomer 1. Video yoqqan bo'lsa bitta like bostirib, kinyoshkalarga, hoji ota, hoji onalarga ham yarashaveradi. Bomba.